Ben senin ering, bilemsen. Nima ish qilishqanlaringni bir-birlab iqro qilsan. So'zla. Qilgudek ish yo'q. Las. Buğağa nima ekansan o'zsan? Nima deb og'irdi? Endi nima parang bu? O'ta bu yoqqa. Urib o'ltirib qo'yma buni. Bundaq buzuqni o'ltirmasam dedim chiqmaydi. Sizmi-chu? G'it qisib yurgan bo'lsangiz mushi ish yo'qdi. Men sizga deb qo'yay. Bundan keyin haq bilan yana bulung pushqaqni marishib yuradigan bo'lsangiz, ko'rdigan kuningiz teha oldingizda. Chigi past degandigu, vafo yo'q sodi. Ma'kilinglar? Ha, nima gap? Qandaq gap bo'lib ketdi bu? Bizga beradigan qutqizish pulini bermaydi-ya bular. O'zlari yeb ketyapti-ya. To'la loz gap qilmaslar. Balamizning mijozi yo'qtirsa, uning bilan kari yo'q. Ya'ni qutqizishning gapini qiladi ama adam. Siz bugun ishxonada jim o'ltirib, yuqoridan keladigan namratlardan hol so'rash umigini saqlang. Men yeziga bir berib kelay. Ha? Bo'ladi sho'ji. Keladiganlarni o'zlari tizimlab bergan tizimlik bo'yicha boshlamdim. O albatta shunday bo'ladi. Heliqi bizning tuqqanni unutib qolmang. Kelganlarni dehqonlarning uyida bak uzun tutib olmanglar. Chunki ular yana boshqa kentlarga bor demasmi? Ma'qul sho'ji, Hammasi ma'qul. makatdimi? Ha, mushu ish. Kirayli. İmdaxon! Bu yoq chiqsizlar. Ha, mana. Tekshiriblar. Ha, tekshiriblar. Tekshiriblar. Qandaq ahvollari obdan turdilimi? Hol so'rab keldik. Rahmat. Ha, az olsa mani. Ha, qani asla. Ashqallah. Ha, tizimlaq. Mana. Qani kelasizlar. Ha, qani. Ha, kirayli. Mushundaq boy oyligim beramdiq. Mushundaq boy oylik bersa qandaq bir narsa to'shaydi. Men har qaysilik ahvolni tushundiray. Bu oila burun bir boy oila edi. Keyin ayollar kesili bilan og'rib qilib, puldan qurib ketdi. Chorvalarni setib hammani doktorxonaga to'ladi. Ishonmasanglar qarab boqayli. Ig'ildi yo'lab qo'ymiz turolmaydigan ichki chiqqaq paxlindan boshqa hech narsa yo'q desizlar. Sizlar undaq desanglar berayli. Berib o'tinglar. Ha, yezinglar. Ma narsani elib olinglar. Ha. Shu jina tuqqinimiz foydasi tegamdika. Shu tegidi ekan. Qani bu yoqqa.